Meni taxtdan tushirmoqchi bo'lganlarga shunday dedim. Meni taxtdan ag'darishga qaror qilibsizlar. Xo'p, Usmoniylar va bu millatning taqdiri nima bo'ladi? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Qon to'kilmasin. Bu millatni fitnadan asrash uchungina chekinaman. Ammo shuni unutmangki, men ketishim bilan bu davlatni parchalashadi. Mening jim bo'lishim millatim uchun bir fidokorlikdir. Tarix buni albatta yozadi. Bu so'zlar mening millatimga bo'lgan sevgimning bir isboti edi. Kelajakda nimalar bo'lishini ko'rishardi. Ammo ortiq qo'limdan hech narsa kelmayapti. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun.